رب العالمين. الله أكبر لا تهابوا الحاقدين إن في التكبير. Chorva hayvonlarini, tuyoqlarni nima uchun tozalash kerak? Tuyoq tozalash nima uchun foyda? Ko'rib turgan buqalaring, Golshtin zotli buqa. Bu tuyoqlarda mana padodermatit bir joyda ko'p turish natijasida rivojlangan bo'g'imlarda shish bor. Tuyoqni ko'rishlaring mumkin, to'liq bosmagan holatda tovon qismiga o'tib qolgan. Hozir buni ovoz tuyoqlarni tozalab, tekizlab padodermatga qarshi blokadalarni, lechinyalarni qilib beramiz. Hayvon tirik besi 600 kilodan yuqori. Buni hozir bolgarkada tozalab davolashni boshlaymiz. Avtomatikdan keyingi asorat tuyoqlar tagi yorilib qolgan. Tuyoqning orqa tomonida padodermatit bo'lib, yumshoq shishlar paydo bo'lgan. Mana bilak yuzi ko'rinishida. Bu yerda turuq tuyoqda ham bor. Hozir mana qizarishlar. Bu tuyoqda ham xuddi shunday orqa tuyoqlarda mana oralaridan o'zi qizarish boshlangan. Padodermatit tuyoqlar tagi yorilgan. Bunda ham xuddi tuyoqlar mana tekis turgan holatda ham bolgarkani dastlab ochib ko'rilgan. Bunda chirishlar o'sha tuyoq osti qavatiga go'nglarda kirib qolganini ko'rish mumkin. Bu go'ng hop o'sha tep-tekis turgan mana tuyoq o'sib chiqdi degan joyimizdan ham chirish boshlangan. Mana shu narsa agar vaqtida olib tashlanmasa, mikrobakteriyozni o'ta chuqur holatiga olib keladi. Sabab tuyoqda o'sish yo'q. Sog'lom mana to'qimalar hamma yoq sog'lom, faqatgina yonboshdan chirish boshlangan. Bu to'g'ridan-to'g'ri nervga borib, hayvon oyog'ini umuman bosolmay qolish holatigacha olib keladi. Ketdi. Blokada qilish jarayoni. Tayyor bo'lgan holati.